Avvalambor assalomu alaykum Said aka, tanishganimdan Alaykum xursandman. Men ham xursandman. Sizni yuzma-yuz ko'rib turganimdan. Rahmat. Kompaniyamizdan qaysi kurs olganmidingiz yo notebook olganmidingiz yo robotmi? Sentyabrlarda kurs ham olganman. Notebook kitoblarni sotib olganman shu paytda. O'qib, darslarni ko'rib, tomosha qilib qildim. Hozirgi kunda mana robot ham olganman dedingiz, boya o'sha robot bo'yicha qachon olgandingiz, qancha investitsiya kiritgandingiz, qanaqa daromad bo'lyapti? Dekabr oyida 20lardan aniqladim, ko'rdim robot ishlashlarini, keyin yanvarga o'tib 1 yillik sotib oldim robotni. Dastlab 2400 bilan depozit qilib boshladik. Yaxshi, bir hafta 10 kundan keyin ko'paytirib yaxshi ketyapti. Investitsiya qilib boryapsizmi, yechib boryapsizmi? Yo'q, qo'shib boryapman. Qo'shib boryapsiz-a? Yechdingizmi biror marta? Sinash uchun yechib ko'rdim-da. Dekabrda o'sha 20larda olganmisiz? Yo'q, 20-dekabrlarda menga Rustam telefon qilib taklif qildi, keyin mendan trader chiqmaydi deb. Keyin robotni ishlashlarini ko'rdimda, siz qo'ydingiz-ku robotni kuniga deb natijasini ko'rib yanvarda 19laridan 1 yillik sotib oldim keyin. 1 yillik oldingiz. Yanvar 19 bo'lsa, 15-gacha aksiya bo'lyapti dedik o'sha kunlarda. 12-13. Endi 2 oy bo'lar ekanda, taxminan 1,5 oylar bo'ldi. Orada server o'zgardi-ya. U jarayonlar bir hafta dam oldim. Demak, taxminan 1,5 oyda umumiy ishlash muddati 5-6 hafta ishlatdi endi. Xo'p, shu vaqt oralig'ida qancha depozit kiritganingiz, hozir qancha bo'ldi? Depozitim ustiga yana topganimda qo'shib uni hisoblolmadim. Kunligiga kiraman. Qo'shilayotgan 1%ni ko'rib, yana ustiga bosib qo'raman. Investitsiya qilib boryapsizmi? Investitsiya qilaman. Hozir qanchaga yetdi umumiy balans? Hozir 4880. 4880. Juda yaxshi. Qarang, mana bu jarayon bo'ladi-yu, misol uchun profit bo'ladi. Uni baribir yechib ham ketaverishingiz kerak, ishlatishingiz kerak. Yechib faqat reinvestitsiya qilib emas, ma'lum qismini o'zingiz ehtiyoj uchun, o'zi ehtiyoj bo'lsa, maqsad yechib ketishdi. Misol uchun 4000 bo'ladigan bo'lsa, 4000 ga o'ziga ham normalniy topadi bir oyda. Eng minimum 25% bo'lganda ham hozir 4000 ga o'ziga $1000 sizga tashlab beryapti. Bir oy ichida. Bu juda yaxshi. 800 dan oshiqroq. Ikkita yaxshi oylik deganimda. Shunday. Shunaqa. Hozir endi server o'zgardi. Server o'zgargandan keyin o'sha natijalari ham ko'paydi, savdo ham ko'paydi, natijalar ham ko'paydi. Yaxshi ishlayapti, 1,5 haftadan. Eng minimum 25% yopib berib, $4000 ga nisbatan ham hozir siz $1000 topyapsiz degan oyiga. Bu yetadi. Misol uchun shuni o'zidan yechib ketsangiz ham, yechib yig'ib ketsangiz ham orada sizda ancha summa yig'ilib qoladi. Xudo xolasa zo'r. Endi bitta shubhamiz oxirroqda ko'paytirib robotni silib qo'ymaydimi? Robot riski bo'yicha 30-40% deb ataladi. 30-40% deyiladi robot riski bo'yicha. Lekin hali u darajaga tushmagan. Boya aytganimdek, bu yoqda tashqaridan kiritilgandan ko'ra biz o'zimizdagi summalar ko'proq. Ya'ni misol uchun sizda 4000 bo'lishi mumkin, bizda 20 minglik bor, 50 minglik bor, o'zimiz ham qo'yganmiz. Misol uchun kuyadigan bo'lsa, biz o'zimiz ham qo'yamiz. Ya'ni riskni o'zimiz ham qo'yapmiz u narsani. Shuning uchun o'zimiz qilyapmiz, daromad qilyapmizmi, boshqalarga ham taklif qilyapmiz. Robot sotilmaydi, faqatgina o'sha oylik abonentlari beriladi. Hozirgi kunda mana VIP tarifi ham chiqqan, standart tarif bor, VIP tarif bor. Sizniki deyarli anaqaga yetib qolibdi. VIP tarifiga. Hozir endi ko'rish kerak, agar jonli ijroda bir kun aytdingiz 5000 ga VIP tarif ko'tardi. Keyin Rustamdan so'rasam 10000 dedi. O'sha paytda qo'shilganingizda 5000 bo'lar, hozir 10000 ga ko'tarilib qoldi. Chunki o'sha serverda ham chegara bor-da. Misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, biz har doim ham dostуп beravermaymiz. Bir haftada, 2 haftada, oxirgisi 3 hafta oldin berilgan. Undan keyin hali bo'lgan yo'q. Shu dostуп berilgan paytda bo'shagan joylarga dostуп beramiz, soniga shunda qo'shilganlar qo'shilib oladi. Qolgani keyingi dostуп kutadi. Xuddi shu uchun o'sha vaqtda bo'ladi. Mana shu oyda ham yana imkoniyat beriladi, bir marta kattaroq imkoniyat beriladi. O'sha vaqtda ham, misol uchun VIP ga ham imkoniyat berilishi mumkin. Shunda qo'shilib olishingiz mumkin. 5000 ga ham VIP. Endi uni ko'ramiz. Hozirgi kunda 10000, chunki boya aytganda joylar soni chegaralanganda. Bitta fermer akaga agronomman. Agronom. Qaysi viloyatda? Sirdaryo viloyati Oqoltin tuman. Oqoltinda. Juda yaxshi. Xo'p, oldin nima ishlar qilgansiz shu paytgacha? Fermer bo'lganman. Fermer bo'lgansiz. Klasterga o'tib ketgan yillarimiz keyin shu. Agar sir bo'lmasa fermerlikdan qancha topasiz? Taxminan. Fermer bo'lib ishlagan paytdan. O'sha paytda, hozirgi paytda. Hozir 2 million oylik, 2600 oyligimiz bor. Onamga qaraydi, urug'chilik, qishloq xo'jaligi vazirligiga qaraydi. Navsanash uchastkasida agronomman. U fermerlik paytda har xilda ob'yomga qarab, o'sha yilga qarab endi 100 million, 150 million xarajatlardan tashqari daromad qilganmiz o'sha 40 gektarlik yerlarda.
Yaxshi, lekin robot ko'proq topyapti ekan. Ha, robot lekin Mana robot bo'yicha qanaqa rejalaringiz bor kelajakda? robotni endi sizlar tugatmaguncha a'zomizda xudo xolasa ishlaymiz robotga. Hozir hisob kitobimda uxlamasdan ham hisob kitob qilib ko'rganman-da. Anaqa qilsangiz mana qarang. Yechib ketingda, misol uchun faqat pul kiritib ehtiyojimga yechib. Ehtiyoj emas, mana target qo'ying, mana $4000. $4000 turibdi yoki 5000 turibdi. Misol uchun oyiga $1000 normalniy foyda yoki har hafta yechishingiz mumkin yoki o'sha narsani o'zingiz uchun ishlating, ya'ni ishonchingiz ortadi. Tradingda nafaqat robotda, balki o'zingiz o'qib o'rganishga ham ishonch ortadi. Qo'lda trade qilganda ham odamlar yechmaydi-da, faqat kiritaveradi. Yo'q, yechish kerak. Yechsangiz his qilasiz, ishonchingiz ortadi. Yechingni ishlating. Misol uchun hozir nima qilasiz, pulni yig'ib o'zingiz uchun ishlatmasangiz. Rostdan misol uchun nima uchundir degansiz, to'g'rimi? O'shani undan ko'ra mana $1000 yechinglar, ma'lum bir qismini ishlating, ma'lum qismini yig'ib keting. Har oy $1000 bor. Ko'pchilik misol uchun yo ko'proq deb ochko'zlik qilib, yana deb usti qo'ra. Yo tayyor sizda $1000 turibdi, yeching bo'ldi. Kichkina summa emas. Misol uchun oilangizga nisbatan 4-5 barobar pul. Oilangiz uchun, bolalaringiz uchun ishlatasiz. Yechib ketirish kerak. Yechasiz, misol uchun ishlatasiz. Misol 2 marta, 3 marta yechsangiz, umumiy uje riskini qoplaydi yoki 4 oy yechsangiz, bu yoqda $4000 turibdi, bu yoqda yechgan $4000 turibdi. Sizni riskingiz вообще-то nolda, chunki siz 4000 kiritdingiz, 4000 yechdingiz. Bo'ldi, u yoqdagi risk nolda. U yoq xuddi sizga nima deydi? Misol uchun nimadir olishingiz mumkin yoki uyga ishlatishingiz, uy qurishingiz mumkin. Yetarlicha normalniy summa bo'ladi-da. O'sha mashinagacha yetsin deb harakat qilib ustiga. Hozir mana o'sha mashinagacha ham, misol uchun ustiga qo'shib keyin birdaniga yechib qo'ysangiz, yana ishlash uchun pul kerak bo'ldi. Baribir birdaniga yechmaysiz. Undan har oy ming yechib tashab ketaver. Birinchidan riskingiz ham bo'lmaydi. Ikkinchidan o'sha misol 8000 ga ham, 10 mingga ham, 12 mingga ham mashina beradi. Misol 6000, 7000 ga yetganda bitta mashina minib yurib, bu yoqda robot ishlayveradi. Misol 2-3 ming qo'shgandan keyin uni sotasiz, ustiga qo'shib yaxshiroq mashina olasiz. Yaxshiroq mashina olib ketaverasiz. Bu yoqda daromadingiz ham bor, mashinangiz ham bor. Eng to'g'ri yo'l shu. Misol uchun 1 yil, 2 yil mashinani kutmasdan oling, mana misol uchun 6000, 7000 ga ham mashina beradi. Misol uchun 10 mingga ham beradi. 4-5 oy yeching, mashina oling, mining, mashina bu yoqda pul kelib turaversin. Yana 2-3 oy, har 3 oyda mashinani kattaroq qilib ketaverasiz. Eng to'g'ri yo'li shu. Robot o'zingiz orzuyingizga ham tezroq yetasiz. Tezroq yetamiz. Robotchi 30% risk qilib slip qilishidan tashqari hech kim yecha olmaydimi? Shotimizda bo'ldi. Yo'q, qarang, akkaunt sizniki, siz nomingizda turibdi, sizni kartangiz ulanadi. Sizni kart faqat chekadan boshqa kartaga yechib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Faqat sizni kartangizga yechishi mumkin. Va yechayotganda ham siz tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Karta bilan tushuntirgansiz hammasini. Mana yechib ko'ring-da. Men aytdim $1000. Misol uchun $4800 yechingda bu yoqqa qo'yib qo'ying. $1000 ga yetganda yana yechingni qo'yib qo'ying. Hozir bugunning o'zida yoki ertaga $800 yechib oling. Yechayotgan paytingizda mana Visa kartadan yechishda, kiritishda men o'zimda ham SMS keladi, telefon raqami ulangan uchun telefon raqami keladi. Men kiritsam keyin yechiladi. Bo'lmasa yechilmaydi. Tushundingizmi? O telefon raqami kodni kiritgan taqdirda ham siz kartangizga yechiladi bu narsa. Boshqa odamga emas. Shunaqa bo'ladi. Shuning uchun boshida o'zingiz ism familiyangiz, o'zingiz Gmailingizni o'tgansiz, o'zingiz kartangizni ulagansiz, bo'ldi. Hamma danyalarimizni berganmiz, akkauntimizni, parolimizni berib. Support xizmatida faqat siz qachondir nimadir desangiz o'shanda bo'ladi. O'zgartirasiz. Yoki mana yechib olsangiz login parol ham bor. Login parol. Agar o'ylanadigan bo'lsangiz, login parolni anaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi. O'zingiz Gmailingiz bor, o'zgartirsangiz bo'ladi. Nimani deb o'zgartirsam ham Gmailimni o'zgartiraman. Ha, u prosta robot, qarang. Sizni brokerdagi o'zingiz ochgan akkauntingiz, o'zingiz kiritgan pulingiz o'sha brokeringiz akkauntida turibdi. O'sha joyda prosta robot orqadan kelib ulanib turib, bunda savdo qilish imkoni beriladi xolos. Boshqa akkaunt qilib qo'ysam ham o'sha shotga kiraveradi. Prosta login parol bor. O'sha Gmail akkauntingizga kiradigan login parolni Gmail orqali o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Agar rost o'ylanayotgan bo'lsangiz, bo'ldi. Qachondir misol uchun support xizmati tomonidan yordam kerak bo'lsa, o'shanda yangi login parolni bersangiz, kirib qilishadi. Faqat o'zgartirgan paytda skrinshot qilib oling. Bo'ldi. Shu o'zingiz ham qayta kira olishingiz uchun o'sha Google'ingizga saqlanib qo'ysangiz, bemalol o'zingiz telefoningizdan kirib ketaverasiz. Login parollaringizni iloji bo'lsa, misol uchun qog'ozchaga yozib, o'zingizga tayinli joyga qo'yib qo'ying. Misol uchun telefoningiz boshqa narsa yo'qolsa ham, o'sha login parol bilan istalgan qurilmadan kirib ketishingiz mumkin. Esimdan chiqmaydi, miyamga yod bo'lib ketdi. Shunaqa. Login parol. Endi ko'pchilik esimdan chiqmaydi, lekin ko'p ko'rganman, esidan chiqarib yozib qo'yishim. Misol uchun ba'zida bo'ladi, nimadir charchisiz yo 1-2 kundan keyin esidan chiqib qolishi mumkin. Shu uchun. Reinvestitsiya misol uchun har kun qilib ketib, har oydan yoki har target qo'ying, har $500 da yechaman yo har $1000 da yechaman.
bo'ldi. Misol uchun har 500 mi yechingda qo'yib qo'ying, ishlating yoki yeching qo'yib qo'ying. Misol uchun 6-7 oy yig'siz mashina beradi. Tradingdan ham o'zingiz topadigan bo'lib, robot ham ishlaydigan bo'lgandan keyin o'sha boshqa ishdan chiqib turib, to'g'ri tradingga o'tsangiz bo'ladi, lekin hozir emas. Yo'q, tradingga kirmayman men. Robotga ketishingiz mumkin bemalol. U kelajagi qancha yana robot? Robot bo'yicha robot ishlayapti hozir. Bizda hech qanaqa brokerlar bilan hech qanaqa muammo bo'lmasa ishlayveradi robot. Bo'ldi. Endi broker chet ellik, chunki u siz pul kiritgan bo'lsangiz bizga yoki boshqa joyga kiritmaysiz, brokerga kiritasiz, broker chet ellik. Shuning uchun broker bilan hech qanaqa muammo bo'lmasa ishlab ketaveradi. Robot ishlayapti. Misol uchun har xil force major yoki kuchli yangilik holatidan avval atayin o'chirib turiladi, serverlari yangilab turib takomillashtiriladi. Shunaqa tartibda bo'ladi hammasi. Brokerlar ham ko'p. XM bor, XNS bor, boshqa brokerlar. Oktyabrmi, noyabrda bir yangilanadi dedi. O'shanda shartnomangiz men yanvarda olganman-ku. O'sha yanvarga cho'ziladi o'sha paytda dedi. Shunaqa. U yoq ketaveradi, ketadi. Qanaqa savollaringiz yoki fikrlaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Shu savollar bo'ldi, shu sizni yuzma-yuz ko'rganimni o'zi. Qanaqa men bu aynan nima uchun MyFX Pro tanlagansiz? Qayerdan ko'rgansiz MyFX Pro? MyFX Pro shu bilmasdan kirib qo'yganmanmi? Keyin telefon qilishdi shunaqa. Qiziqardim. O'rganaman dedim. Oldim, o'qidim, o'zimcha bilganimni harakat qilib ko'rdim. Robot bo'yicha-chi? Robot bo'yicha zo'r endi, gap yo'q. Agar zo'r ish boshlagansiz, agar O'zbekistondan bir yaxshi ana bo'ladi, hamma robot qo'llansa, shunday $800, $1000 ishlab tursa, o'zbeklar ham sal anaqa bo'ladi-ku, puli ko'payadi. Albatta, bu ishingiz zo'rlangan yaxshi. Shu olasiz, misol uchun robot ishlayapti, daromad bor, ehtiyojingiz bor, baribir hammada bor, menda bor, sizda bor, hammada o'ziga yarasha bo'ladi. Tayyor daromad, yeching, ishlating. Har xil holat bo'lishi mumkin. Shu yechib o'zingiz o'sha oilangiz o'zingiz uchun ishlab ketavering hammasini. Undan ishlatgan yaxshi, borida yashagan yaxshi. Yaxshi yashasangiz baribir kalla ham yaxshiroq ishlaydi, ko'proq narsa bo'ladi-da, fikrlash, hamma narsa tozalanib, yanada yaxshiroq, kattaroq narsalar ochilishni boshlaydi. Shuning uchun o'zingiz uchun ishlating. Ishlatamiz, xudo xolasa chetlarga chiqib dam olishga boramiz biz ham. Xudo xolasa. Harakatingiz bo'ladi. Endi sizlarga ming rahmat. Meni ko'rsa, eshitsa ishonish kerak-da. Men ishonib shuncha ish qilyapman, robotga kirdim, mana o'zim yuzma-yuz ko'rishib aytayapman. Mayli 30% shu 1,5 oyda ichida bir marta 31 minus yopdi, uni ham to'g'rilab qo'ydi, joyiga qo'ydi-da robot. Har kunligini kuzatib ishlayotgan paytda ham kirib ko'rib turaman. Slif qildi, bir marta qildi, lekin joyiga qo'ydi. Orqasidan yana o'sha 1% to'g'rilab qo'ydi. Kuniga ishlagan kunini to'g'rilab. Bu bitta shubham shu oxiri ko'paysa kimdir yechib olmaydimi deb o'ylanyapti. Bergan taqdiringizda ham anaqangiz bilan, misol uchun viza kartangiz bo'lsa, viza kartani faqat kod kelsa keyin yechiladi. U yog'i o'ylansangiz, login parol o'zgartirib qo'yishingiz mumkin. Siz qo'lingizda emas. Akkauntdagi pul faqat o'zingizda turadi, faqat boshqaruv, kiritish chiqarish o'zingizda, pul kiritish chiqarish. Sizni bolalaringiz hech qaysi teginmaydi. Yo'q. Ular faqat misol uchun siz qachonki nimanidir tushunmayapman, sozlab ber degan paytingizda o'sha paytda sozlash uchun, misol uchun masofadan turib sozlash uchun login parol so'rashi mumkin. O'sha paytda, ya'ni uni faqatgina support xizmatiga berishni aytaman. Shunda ham baribir kartalaringiz o'zingizniki bo'ladi. Kartalaringiz ulangan bo'ladi. Misol uchun bemalol xohlasangiz, agar o'ylanadigan bo'lsangiz, mana ofis ko'rdingiz lokatsiyasini, kelib shu yerda qilib ketsangiz bo'ladi. Muammo yo'q. Shu yerda o'zida kelib qilib ketsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Shunaqa. Shunday qilamiz. Xo'p, Said aka, sizga ham rahmat. Tanishganimdan xursandman, charchamang. Yaxshi yetib oling.